SPF o'zi nima? Bu oddiy krem emas, bu bizni yuzimiz uchun nastoящая защита. Nimaga deganinglarda, quyosh bizni yuzimizni xuddi kartoshka yog'da qovurilgandek qovuradi. SPF bizni bu olovdan saqlaydi desak ham bo'laveradi. Nimaga bu hammaga kerak? Agar yuzingizda erta ajin tushishini xohlamasangiz, har xil pigmentatsiya, dog'lar, jigarrang paydo bo'lishini xohlamasangiz, SPF ishlatishingiz shart. Ochig'ini aytganda, bu eng zo'r anti-age, to есть qarilikka qarshi vosita. Bu vosita sizni 10 yildan keyin ham yosh ko'rinishingizni ta'minlaydigan narsalardan bittasi. Qachon bularni ishlatish kerak? Faqat oftob chiqqanda emas, hatto bulut bo'lganda ham, uyda deraza oldida o'tirganingizda ham quyosh nurlari teringizga ta'sir qiladi. По-любому kunduzi buni ishlatish shart. Shuning uchun ko'chaga chiqyapsizmi, обязательно SPF surting. Qanday surtish kerak? Ikkita barmog'ingizga uzun qilib chiqarasiz va shu sizni yuzingizga, bo'yningizga yetadi. Ko'pchilik ozginagina ishlatib xato qiladi, buni ko'proq ishlatish kerak. To есть shunday, chiqarasiz, ishlatasiz. Все просто. Hozir ko'rsatib berardim, lekin makiyajim bor. Qanday kremlar ishlatish kerak degan savolga hamma o'zini usmatreniyaga qarab ishlatadi, lekin hozirgi ko'p kremlar oldingi kremlarga o'xshamaydi, lipkost qoldirmaydi, terilarda borligi sezilmaydi. Rosa ham приятный, xuddi обычная tekstura, обычный kremga o'xshab turadi yuzingizda. Men ko'proq rantlab ishlataman, и Joson, по-моему, o'shandan ishlataman. Ikkovi meni yuzimga zo'r tushgan. И labom ham yaxshi ekan. Agar tavsiya qilish kerak bo'lsa, shularni tavsiya qilaman. Qisqasi, teri sizga kelajakda rahmat aytishini xohlasangiz, hozirdan SPF kremini ishlating. Sog' bo'linglar.